Ayollar uchun orzu bu Fransiya, Parij. O'zini topayotgan $500 puli bunga yetyapti. Bo'ldi, uni boshqa maqsadi yo'q. Insonlarni fikrlamaslikka yo'naltirilyapti. Kimdir shunaqa deb hisoblaydi, lekin aslida unaqa emas. Sen meni tushunmagan bo'lishing bu seni muammoing. Mana Amerikada Trump saylan endi nima bo'ladi? Ayniqsa harbiy tomondan birlashsa, juda katta kuchga aylanadi. Hayotda eng ko'p kimga ishonasiz? Yo'q, ularga halol levi pul topishiga sharoit yaratib berishingiz kerak. Shu inson ham hech qachon xiyonat qilmagan yoki biz ishonmaganmiz. Mashina olsam, uchastka qurib olsam, uylanib olsam, bo'ldi, hayot ketaveradi. Agar O'zbekistonda qorni to'yg'iz olmayotgan bo'lsa, surish kerak. Topsin chet elga borib. Assalomu alaykum Anvar aka. Bugungi podkastga kelganingizga katta rahmat. Rozi bo'lganingizga va bugungi podkastimizni o'zimizning qora ko'zligi, yoshlarga, hayot yo'lini topolmayotgan yoshlarga yoki biznesda qiynalayotgan yoshlarga katta yordam bo'ladi degan umiddaman. Klassik savoldan boshlaymiz. Men bu podkastga tayyorlanayotgan paytimda prezidentimiz bilan uchrashuvingizni ko'rdim. Juda ham ilhomlandim. O'zingizni ko'zingiz yonib turganini ko'rib ham motivatsiya oldim. O'sha yerda aytgansiz, 2008-yilda Toybola brendiga asos solganmiz deb aytgansiz. Keling o'sha yillarga qaytsak, 2008-yildagi podkastimiz storytelling formatda bo'lishini iltimos qildim sizga ham, rozi bo'ldingiz bunga. Chunki yoshlarga informatsiya bergandan ko'ra uni qanaqa qilib qilingan story haqida aytib bersa, qiziqroq bo'ladi va yaxshiroq kiradi miyasiga degan maqsadda. Sizni Toybola brendiga asos solishingizda nima sabab bo'lgan? Imminni o'yinchoq ishlab chiqarishingizda? Endi bitta emas, bir nechta sabablar bo'lgan. Lekin eng birinchi sabab ancha o'sha yosh paytimda ham endi boqib uylanganman-ku. O'sha farzandlarim Xitoy o'yinchog'ini o'ynab, nuqul ular yupqaligi uchun, Xitoy o'yinchog'i tuftaligi uchun qo'lini sinib ketaverardi. Qo'lini kesib olardi, keyin hidi bo'lardi Xitoy o'yinchoqlaridan. Keyin xullas o'sha sifatsiz Xitoy o'yinchog'ini o'ynamasin bolalarim. Umuman chet eldan kelayotgan o'yinchoqlar, masalan o'sha Batman, Spider-Manlar bizlarning qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi deb shu bolalarim Amir Temurni, shu Jaloliddin Manguberdi'ni, Ibn Sino, Beruniylar, Alisher Navoiylarni haykal nimalar, qo'rchoqlarini o'ynasin. Ya'ni milliy farzand yetishtirish, milliy ruhda ularni tarbiyalash va diniy qadriyatlarga asoslangan tarbiya qilish uchun shu narsa kerak deb o'ylaganman va niyat qilganman boshida, ancha yildan keyin amalga oshirgan. Endi har bitta biznesmen boshlayotgan biznesi baribir pulga borib taqaladi. Ya'ni pul keltirsa o'sha biznesni qilaman, pul keltirsa qilmayman deb hisoblashadi. Lekin millatimizda, xalqimizning orasida shunaqa biznesmenlar bor. Misol uchun Jahongir Ortiqxo'jayev, Zafar Hoshimovlar intervyularda aytib o'tishgan, biz shunaqa bizneslarni boshlaganmiz. Menga foyda keltirmasa ham xalqimizga foyda keltirsin deb. Shunaqa biznes loyihalaringiz bormi yoki boshlagan biznes loyihalaringiz bormi? O'zingizni o'ylamasdan aynan xalqqa o'ylab boshlagan biznes loyihalaringizdan sanab o'tsangiz. Mediani olishimiz mumkin. Media orqali ko'plab insonlarga vaqt ajratish ham, mana insonning vaqti pulda. Vaqt pul. Ko'pchilik bilsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bir chiqadi-da, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 6 oy keyin sekin yashtirib qo'yadi. Nimaga vaqti yetmaydi? Shundoq ham o'zi ish ko'p bo'ladi. Mediaga chiqib mashhur bo'lgandan keyin biznes rivojlanib ketadi, talab ko'payib ketadi, ish ko'payib ketadi. Keyin qo'y deydi, vaqtim bekor ketyapti deb, yana o'sha biznesiga qaytadi. Men mana 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan beri to'xtatganim yo'q. Bu mediaga chiqishimdagi asosiy maqsad xalqimizni fikrlashini o'zgartirish bo'lgan. Va hozirgacha ham shuni davom ettiraman. Oliy maqsad. Oliy maqsad. Bitta bo'lsa ham odamni hayotini o'zgartira olsam, men uchun bu eng katta savob ish deb hisoblayman. Lekin hozirgi kungacha 10 mingga yaqin odamning hayotini o'zgartirgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Bu menga yozilayotgan o'sha direktdan yozilgan yoki izohlarda yozilgan insonlarning fikridan kelib chiqib aytayapman. Keyin mana chet ellarga borganimda insonlar o'zi kutib olib hayotini aytib berishadi. Shu 3 yil oldin, 2 yil oldin nima uchun o'zgardi? Meni nima gapim ta'sir qilganligini aytib, shunda juda xursand bo'laman. Endi yangi bitta loyiha o'ylaganman, hali boshlay olmadim. Chunki buni tizimlashtirib qilmoqchiman. Ya'ni xayriya loyihasi. Faqat bu xayriya loyihasi o'zbek millatining kuchayishiga sababchi bo'lishini xohlayman. Chunki siz insonlarga balo bersangiz, u yeydi, tugaydi. Insonlarga qarmoq beradigan loyiha qilmoqchiman. Tez kunlarda buni e'lon qilaman. Ya'ni hamma insonlarga qarmoq berish va balo tutishni o'rgatadigan loyiha. Mayli katta pul topolmasa ham u orqali, lekin ro'zg'orini tebratib yaxshi yashaydigan qilib qo'ysak, ya'ni
to'q bo'lsa insonni qorni, keyin u tafakkur qiladi. Och qoringa hech kim tafakkur qilmaydi. Oldin insonlarni qornini to'yg'izish kerak. Qorni to'q inson, u inson keyin jamiyatda rivojini, o'zini rivojini o'ylaydi. Mashq holatda, rahmat javobingiz uchun. Mashq holatda bitta savol tug'ildi. Menga ham e-commerce bo'yicha ko'p savollar keladi. O'rgating. E-commerce'ga kirish uchun tashqi o'sha bozor bilan ishlash uchun ingliz tilini bilish kerak. Men harakat qilaman o'zbek tilida maksimal ma'lumot berishga, lekin baribir shunaqa fikr uyg'onib qolganki, chaynab bersa-da ozmi hisob qo'ysa o'sha narsani. Men tushuntirishga harakat qilaman. O'rtoqlar, agar siz ingliz tilini bilmasangiz, marhamat qilib ingliz tilini o'rganishni boshlang. O'shanda siz xalqaro bozorga chiqa olasiz. Aynan shu olma-pish og'zimga tush deydigan odamlarga bitta gap aytadigan bo'lsangiz, o'sha nima bo'lardi? O'zgarish xohlamaydigan ikki xil odamlar bo'ladi. Birinchisi umidsizlikka tushib qolgan insonlar. Bo'ldi, ular ya'ni hech narsa qila olmayman, qobiliyatsizman, qo'limdan kelmaydi deb o'ylaydi. Endi ko'p narsa sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Eng asosiy katta sabab bu yoshligidagi psixologik travmalar. Shu otasi doim so'te, lapashin, ishlasa ishga yaramaysan, bir tinga qilmasan, ush urgan. Shuni hisobiga unda psixologik travma qolib ketgan. U odam umidsizlikka tushib qolaveradi. Nimadir havas kelsa ham, masalan, men videomni ko'rib qoldi yoki boshqa birorta insonning gapini eshitdi-da, o'zgarmoqchi. Lekin yana endi o'zgaraman deb turganda o'rtog'imi yana kimdir, sen qila olmaysan, sen eplay olmaysan desa bo'ldi, yana u psixologik travmasi yonib ketadi. Alarm chaladi, miyasida o'sha to'xtaydi, bo'ldi, yana orqaga qaytadi. Bunaqa insonlar bor, birinchisi. Ikkinchisi komfort zonaga tushib qolganlar bor. Shu uyda shu o'rta holdan yaxshiroq yashaydigan, ota-onasi o'sha boqadigan yoki o'zini topib olgan $500 puli bunga yetyapti. Bo'ldi, uning boshqa maqsadi yo'q. Hayot shundan iborat deb o'ylaydi. Mana bunaqa insonlar ham o'zgarmaydi. Komfort zonaga tushib qolgan insonlar. Ikkalasiga ham vaziyatdan chiqish uchun yechimlar bor. Balkim uni ham xudo xolasa kelgusida kimga agar qiziq bo'lsa aytib berishim mumkin. Shu o'rnida bitta savol bor. O'zbek xalqida bitta tushuncha o'rnashib qolgan. Mashina olsam, uchastka qurib olsam, uylanib olsam, bo'ldi, hayot ketaveradi. Yilda bir marta yoki ikki marta Dubayga chiqib kelsa yoki Antaliyaga chiqib dam olib kelsa bo'ldi. Odamlarni orzu qilishga nima cheklab qo'yapti? Dalsh undan kattaroq maqsadlar qo'yishga nima? Bittasini travma deysiz, psixologik travma, yoshligidan ota-onasi sen uylanib olishing kerak, sen faqat ota-onasi emas, любой atrofidagi odam. O'qituvchisi bo'lishi mumkin, dodasi bo'lishi mumkin, buvisi bo'lishi mumkin, o'rtog'i bo'lishi mumkin. Ya'ni atrofda pista chaqib, anaqani doma tagida o'tiradigan odamlar ham, o'shani orasidagi odamlar o'sha atrofida o'ylaydi, undan tashqariga chiqqandan keyin tashqi dunyoni ko'rish boshlaydi demoqchisiz. Faqat ota-ona bo'lmaydi. Bu psixologik travmani beradigan любой odam bo'lishi mumkin. O'zi insonlarni dunyoqarashini cheklanishiga eng katta sabab bu bir nechta sabablar bor. Bittasi media. Ya'ni odamlar sekundli insonlarga aylanishdi. 1 minutlik videoni ham o'sha ko'rmayapti. Odamlarga o'sha qisqa bundoq ko'radi, o'tkazadi. Short attention span. Juda ham qisqa vaqt ichida qisqa fikrlaydigan, tupoylikka qarab ketadigan jamiyat yaratilyapti. Insonlarni fikrlamaslikka yo'naltirilyapti. Bu birinchisi media bo'lsa, ikkinchi sabab sizni o'zingiz atrof muhitingiz. Misol uchun, uni e'tibor qilsangiz, o'zbeklar qat'iy o'z dam olgani bor. Deyarli aksariyat odam bir xil. Turkiya, Dubay, maksimum biznes bilan Xitoyga chiqib keladi. Anaqaga Tailandga hozir borish sal-pal moda bo'ldi. U ham narx arzonligi uchun. Narx arzonligi uchun. Malayziyaga boradi ko'pchilik o'zbeklar. Umraga boradi, bo'ldi. Misol uchun Kuvaytga yoki yangi bir Ummonga, masalan, u ham arab davlati. Bormang. Keyin yana bitta sabab, hammaning o'zini gapi bor, bilasizmi? Choyxona deymiz-ku. Choyxona bor. Sinfdoshlari bilan, kursdoshlari bilan, keyin hamkasblari bilan tushdi. Borani jami ulpas shinavanda bo'lsa, qo'shnilari bilan. Juda shinavanda bo'lsa, qarindoshlari bilan. Lekin mana shu 5 ta toifa inson, uni o'sha yoshligidagi 20 yoshgacha bo'lgan orttirgan insonlar va hozir 30 ga 40 ga chiqqan 10-20 yildan beri bir xil toifa insonlar bilan gaplashadi. Bir xil toifa insonlar bilan oldi-berdi qiladi fikr almashadi. Uning fikri shu 5 tasidan har bittasiga 20 ga, 10 ga ko'paytirsangiz, 50 ta 100 ta odam bilan
o'ralashib yuraveradi. Va shu odamlarning fikri bilan bir xil fikrga aylanib qolgan. Mana shu 100 ta odamning fikri uncha o'zgarmaydi. Ular faqat yangi xabar, flash news deymiz, bitta xabar chiqib qolsa o'sha muhokama qilishadi. Trend bitta narsa, mavzu trendga aylansa, trendni muhokama qilishadi, lekin fikrlashmaydi. Ertamiz nima bo'ladi? Nega unaqa bo'lyapti? Nega bunaqa bo'lyapti O'zbekistonda? Nega dunyoda bunaqa bo'lyapti? Mana Amerikada Tramp saylandi, endi nima bo'ladi? degan savollarni bermaymiz. Mana shu narsalarni yo'qotish uchun nima qilish kerak? Doim yangi insonlar bilan tanishish kerak. Yangi klub networking yo'l qo'yish. Yangi klub paydo qilishingiz kerak. Yangi klubga a'zo bo'lishingiz kerak. Yangi ulfatlar orttirishingiz kerak, ular bilan gap o'ynashingiz kerak. Yangi seminarlarga, konferensiyalarga borishingiz kerak. Chet ellarga sayohat qilishingiz kerak. Delegatsiya bo'lib insonlar bilan birga harakat qilishingiz kerak. Dunyo qarashni doim kengaytirish uchun yoningizdagi, atrofingizdagi insonlar yangilanib borishi kerak. Javobingiz juda ham o'rinli bo'ldi. Anvar aka, aytdingiz 3 yildan beri shaxsiy brendimni rivojlantiryapman. Endi men bugun ertalab sartaroshga borgandim, sochimni to'g'latishga, intervyuim bor deb 8:30 da olib keldim dedi sartarosh uydan. Voy, kimlar intervyu qilyapsiz? Toybola brendiga asos solgan Anvar aka bilansa. Voy, gaplar to'pga chiqib ketadigan akami deyaptilar-da. Shu yerda savol bor. Sizni 3 yildan beri mediaga kirib kelganingizdan keyin ko'p reelslaringiz, ko'p YouTube'dagi videolaringiz to'pga chiqib ketdi. Ko'p gaplaringiz xalq ichiga kirdi. O'zingiz haqingizda eng ko'p tarqalgan mif nima deb hisoblaysiz? Qiyin savol. Bilmasam endi. Men haqimda mif. Ya'ni kimdir shunaqa deb hisoblaydi, lekin aslida unaqa emas. Media shunaqa fikr berib qo'ygan siz haqingizda. Yaxshi bo'lishi mumkin, yomon bo'lishi mumkin. Oldingi yili yozda men dam olib yurgan edim Yevropada va o'sha bizning Telegram kanalimiz bor, Uzbek degan Telegram kanal, faqat biznesmenlar uchun. Va men yerda 2,5 minutlik video yozdim. Safarda qayerda o'tirib yuribman. Men fikr keldi, o'zim $100,000 tillaga pul tikdim. Va o'sha tilla bir oy ichida 7,000 mi, shuna katta pul tashab berdi menga. Menga yoqib qoldi, zo'r, hech ish qilmasdan Turkiyadagi bankka tilla shot ochib, tilla qo'ydim. Ham ular menga yiliga 4-5% foyda chiqarib beradi. Foizda emas, u ham sheriklik asosida 4 mi, 7 mi, qancha foyda bo'lsa, biznesga tikadi u bank pulingizni, lekin men tilla ko'rinishda tikdim. Va qaytayotganingizda tillani kursi bo'yicha qaytarib berardi-da. Mana shu ideya menga juda yoqdi. Yoqdi menga, keyin shuni biznesmenlar bilan o'zingiz tajribasidan o'tdi bu narsa. O'tgan narsa. Odamlarga video qildim. Mana qaranglar, dollarlar uyda turmasin. Dollar ham har yili yo'qotadi. 2-3%, 4%. Har xil ham 1% ham yo'qotishi mumkin. Ko'pincha 2-3-4% yo'qotadi dollar. 7% yo'qotgan yili ham bo'lgan. Shu statistikalarni analiz qildim. Ko'rgandan keyin dollar dedim, pul saqlash noto'g'ri. Bu yoqqa endi pulni bir qismini tillaga ham tikib ko'raman. Boshqa valyutalarga ham bir tikib ko'rish kerak ekan degan fikr paydo bo'ldi. Keyin shu odamlarga tavsiya berdim. Biznesmenlarga tavsiya berdim. Mana qaranglar, tillaga tikinglar, tilla bu yoqqa trend. Dunyoda kriz bo'lyapti, urush bo'lyapti. Rossiya bilan mana Ukraina, Xitoy bilan Tayvan, Amerika bilan Rossiya, Amerika bilan Xitoy, Yevropa bilan Amerika konfrontatsiyaga boryapti. Shunaqa vaziyatlarda risk kattalashgani uchun odamlar tillaga pul tikadi, butun dunyo boylari. Va tilla narxi ko'tarilib ketaveradi. Tiksanglar bir ikki ishlab olasizlar degan maqsadda video qo'ydim. Lekin shogirdlarim videoni 2 ga bo'lishgan, chunki 2,5 minutku. 59 sekund, bu yo'g'ini 59 sekund qilib bitta tilla haqida, bitta dollar haqida video qilib. Reels qilib qo'yib yuborishgan Instagramga. Birinchisi intriga bo'lgan, işte odamlarni jalb qilish bo'lgan, e'tiborini. Ikkinchisi tillani keyin ko'rsatish bo'lgan. Birinchi videoni qo'ydik, uni Telegram kanalga chiqarib yuborgan video portlab ketgan 5-6 million. Mana o'sha hafta miyamni dam oltirish, meditatsiya haftamidi. Mana chet elga bir oyga ketgan bo'lsak, 3 hafta oilam bilan o'tkazdim. Bir hafta o'zim o'tkazdim. Ertalab chiqib ketaman, anaqalarimni olib, o'zim tog'ning tepasiga, qirlarga, o'rmonlarga kirib bitta o'zim o'tiraman. Va o'sha videoni qo'yib yuborganimdan keyin telefon tashab ketaman. Xabaringiz yo'q bu nima bo'lyapti? Nima bo'lgan bilmayman. Kechgacha yurdim, keyin o'sha yerda qaytib keldim, yana qaramadim. Kech charchadim. 16 kilometr yayov yuribman. Tog' tepasiga chiqib tushganman. Oyoq ishlamayapti. Shunday keldim, bir piyola suv ichib, ovqat ham yemasdan uxlab qoldim. Ertasiga yana chiqib ketdim. Bir 2 kun videolarni javob bera olmadim, ko'rmaganman ham. 3-kuni bolalar yozib yotishdi. Ustoz javob bering deb. Keyin kelsam portlab yotibdi hamma yo. Endi mashinani hisobiga dollarcha aka, dollar deb noto'g'ri fikr. Valyuchka aka deb. Men buni faqat yaxshi niyatda qildim. Ya'ni
insonlar uchun, biznesmenlarga foyda bo'lsin. Ili uyida $30,000 turgan, $10,000 turgan, uyga pul yig'ayotgan odamlar pulini dollarda emas, tillada yig'sin deb lom tilladi. Yana buni aytaman, odamlar zargarlik buyumini deb o'ylar ekan. Zire, uzuv, ha. Tilla degani bu uzuv emas, bu zira emas. Tilla degani bu lom. Lom holatda bo'ladi. Bank tomonidan taqdim qilinadi u narsa. Yoki tillachilar ham sotadi lom deb. Arzon bo'ladi. Arzon tilla, shuni sotib olasiz, ushab turasiz. 1 yil ushab turasiz, o'ldim deganda 10-15% tug'adi. Halol yo'ldan tug'adi. Foizga kirmaysiz. Kredit yoki harom ishga, sudxo'rlikka kirmaydi. Bu halol yo'ldan pul topish yo'li. Mulk bo'lgani uchun. Mulk bo'lgani uchun tilla bilan savdo qilish halol dinimizda. Shuning uchun odamlarga to'g'ri tavsiya bersangiz ham ba'zi bir paytda noto'g'riga tushunib ketib qoladi. Nega? Massiviga chiqadi, tushunmaydigan odamlar izohlatib tashlaydi. Va keyin hamma sizga qarshi bo'lib qoladi. Bunaqa holat ham bo'lgan. Shuning uchun mana shu dollar voqeasi juda qattiq ta'sir qilgan. Juda mashhur bo'lib, eng topga chiqsangiz, ichi qoralik juda kuchayib ketar ekan. Hasad, ko'pchilik yoqmaydi. Kim bu deb. Ko'pchilik odam bu o'yinchoqchi bo'lsa, ne bu aqllilik qilyapti, hamma temalarga gapiryapti deb e'tiroz bildirishadi. Keyin mana shu millatchilikda ayblashadi. Mana shu narsani men qarshiman, men millatchi emasman. Men Turkiston millatini birlashishini, shu o'rta markaziy Osiyo millatlari hattoki yagona millatga aylanib, bitta tilda gapirishini ham xohlayman. Qaniydi masalan, tojikchadan 20%, qozoqchadan 20%, qirg'izchadan 20%, turkmanchadan 20%, o'zbekchadan 20% olib, shu 100% bo'ladi. 5 ta millatni birlashtirib yagona til qilinsa, Turkiston tili. Va mana shu millatlarning hammasida shu tilda gaplashilsa va mana shu Turkiston birlashib endi yagona davlat emas, konfederativ davlatga aylanib ketsa. Ya'ni hammasi o'zini o'zi boshqaradi, lekin umumiy manfaatlar uchun birlashgan davlat. Savdo, iqtisod, ta'lim, hamma tomon, harbiy, ayniqsa harbiy tomondan birlashsa, juda katta kuchga aylanadi. Buni aholisi ham ko'payib ketadi. O'zbekiston salkam 40 millionga yaqinlashdik. Qozog'iston 20 million, 60, tojik, qirg'iz, turkman 10 milliondan 30, 90 million bo'lyapti. 90 million aholiga ega bo'lsak, biz Turkiyadan ham oshib ketamiz. Va bu 90 million hozir juda ko'payyapti. O'zbekiston o'z yiliga 1 million ko'payadi. Qo'shni davlatlar bilan qo'shsangiz, menimcha 1,5-2 millionga yaqin ko'paysa kerak deb o'ylayman. Va 2 million ko'payishga ega bo'lgan bir millat, Turkiston millati buyuk davlatga aylanadi. Va birlashgandan keyin bular bir-biridan mahsulot oladi, chet eldan olmaydi. Bu bir-birini sanoatini ko'tarib beradi. Birlashib yagona harbiy kuchga aylangandan keyin tashqaridagi katta kuchli davlatlar bunga ta'zir o'tkaza olmay qola boshlaydi. Uje hisoblashib ishlashga to'g'ri keladi. Chunki bular birlashib olgan, bularda katta harbiy kuch bor, bularda ko'p aholi bor, bularda katta bozor bor deb o'ylayman. Rahmat javobingiz uchun. Hozirgi kunda nechta odam qo'lingizda ishlayapti? Endi hozirgi kunda o'sha 1000 tadan oshib ketdi, lekin puro kafelarimni yopib sotib yubordim bir qismini. Shu sababli bir kiysdagi kamaygan bo'lsa 800-850 ta balkim bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. To'g'risi buni hisobini yuritmayman. Alloh barakasini uchmasin. Ya'ni qancha ko'p insonga ish bersam, men shuncha xursand bo'laman. Endi xonadonlarga ham biz ish beramizda. Shularni hisobga olsangiz, keyin yangi loyihalarimizni hisobga olsangiz, 1000 tadan hozir ham oshsa kerak deb o'ylayman. 1000 ta. O'zi mo'ljalimiz bu yilga, mana bu yilga 1,5 mingga yetkazishiydi. Lekin dunyodagi krizis, O'zbekistondagi krizis va o'sha eksportlarda ham hozir vaziyat og'irlashyapti. Rossiyaga qo'llanilayotgan sanksiyalar baribir qisman bizga ta'sir qilyapti. Rossiyada bozor o'lyapti. Rossiyani sotib olish quvvati pasayib ketyapti. Bu narsa yomon ta'sir qilyapti. Chunki meni asosiy eksportim Rossiyaga baribir, Qozog'istonga. Va Rossiyani sotib olish quvvati tushsa, O'rta Osiyoni sotib olish quvvati tushsa, MDHni umuman tushyapti. Bu bizani bozorimizni pasayishiga olib kelyapti. Biz endi yangi yana pullar tikdik bu yil, yangi mana Qashqadaryoda zavod qurdik. Unga yangi qoliplar. Va'da bajarildimi? Va'da bajarildi. Hozir yangi rivojlantirib, yangi qoliplar, yangicha o'yinchoqlar chiqarib, shu bozorni yana kuchaytirmoqchimiz. Qiyin bo'lyapti, baribir lekin maqsadim meni Xudo xolisa 2030-yilga bir 10 mingta odamni freelance qilib bo'lsa ham ish bilan outsource freelance qilib ish bilan ta'minlash. Bekor bu savolni bermadim. Men intervyuga tayyorlanayotganimda bir nechta biznesmenlar bilan bo'lgan intervyularni ko'rib chiqdim. Jahongir aka Ortiqxo'jayev shunaqa deganlar. Ishchi hech qachon o'g'ri bo'lib kelmaydi ishxonaga.
tadbirkorni qanaqadir qilgan xatosi yoki biznesdagi qanaqadir uchechka ishxonadan pul o'g'irlanishiga yoki o'sha ishchini pul o'g'irlashiga sabab bo'lishi mumkin. Sizni opitingizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Qanaqa qilib bartaraf qilgansiz? Ishxonada o'g'riliklar, fraudlar, skamlar bo'lganini. To'g'risini aytganda, ishxonalarda o'g'irlik bo'ladi. Buni oldini olib bo'lmaydi. Olish mumkin. Katta o'g'irlikni oldini olish mumkin. Mayda o'g'irlikni oldini olsangiz, unda katta o'g'irlik bo'ladi. O'zi kimlar o'g'irlaydi? Aqlli, ishbilarmon, uddaburon, ayyor, tulki bolalar bo'ladi. O'zini o'ylagan egoist, lekin u bolalar korxonaga katta foyda olib keladi. U bolalarni haydab olsangiz, korxonangiz bankrot bo'ladi. Ya'ni ularni sherik olishingiz kerak. Ularga halol levi pul topishiga sharoit yaratib berishingiz kerak. Yoki mayda o'g'irlashiga ko'z yumishingiz kerak. Ya'ni yo'lni tanlashingiz kerak. Men aytamanki, eng zo'r o'g'irlar bu mayda o'g'irlar. Mayda o'g'irlarni men yaxshi ko'raman. Endi istoriyasini o'g'irlab yurursiz. Orada dasha rozi bo'lib qo'yaman. Mayli, notutib olaman, ko'rib qolaman-da, 50 ming so'mdan kuniga o'g'irlab yurgan ekan. Mayli, roziman shu halol bo'lsin, bola chaqasiga harom. O'ziga nasihat ham qilib qo'yasizmi? Bu pul senga yuqmaydi deb. Endi foydasi yo'q. Unaqa qilsangiz u bo'ldi, topdilar deydi-da. Xafa bo'lib o'sha ketib qoladi. Keyin boshqa joyga borib katta o'g'irlaydi. Yoki men u mayda o'g'rini haydab yuborsam, o'rniga yangi odam olasizmi? U bilmaysiz-ku, uni tanimaysiz. U qayerdan nima o'g'irlashini ham topa olmaysiz. Suyunchi aytadi, o'zimizni o'g'ri. Kanishni o'zimizni o'g'ri yaxshi. Men hayotimda juda bir yomon voqea bo'lgan. 2000 adashmasam 16-yilmidi, 17-5-yilmidi. Orada Turkiyaga ko'chib ketib yashaganmiz. Turkiyada biznes ochganman, chunki o'sha paytda O'zbekistondagi biznesimga e'tiborim kamaygan va aksiga bir kuni orada shunaqa voqea bo'lib qolgan. Ukam kasal bo'lib qolgan. Adamlarni bir oyga oyimlar bilan dam olgani jo'natganmiz va men Turkiyadaman. Shu bir oy ichida bitta Qoravoy degan ishchimiz bir oy ichida hamma ko'chadagi qarzlarni klientlardan yig'ib, kompyuterdagi bor ma'lumotlarni o'chirib tashlab, hard diskka zajigalkada yoqib, kuydirib tashlagan. Ishxonani hard diskini. Ishxonani kompyuteri hard diskini. Hamma hujjatlarni yoqib yuborib, o'ziga tegishli, o'sha uxlatishiga tegishli. Va mijozidan pullarni yig'ib olib, men nomimdan yig'gan. Xo'jayin chet eldalar kasal bo'lib qoptilar, adalari kasal bo'lib qopti, tez pul beringlar, zaril deb hammadan pul yig'gan. O'zi odatda bizda pul yig'uvchi boshqa odam bo'lardi. Nimani mol sotuvchi boshqa odam bo'lardi. Nega? Sistema shunaqa yaratilgan. Mana sotuvchi pulga aralashmasin, uxlatib keta olmasin deb. Pul yig'uvchi sotuvga aralashmasin qilingan. Pul yig'ishga ishonchli odam qo'yilgan, sotishga boyidagi qobiliyatli bola qo'yilgan. Sotishni biladigan, uddaburon bola qo'yilgan. Ya'ni katta ehtimolda uxlatib keta oladigan bola qo'yilgan. Lekin pul yig'ishga, klientlar bilan pulni tortib olishga boshqa odam qo'yilgan bo'lgan. Lekin aksiga olib shu biz ketgan bo'lganimiz uchun pulni yig'ishni nazorat qiladigan odamlar dam olishga ketganlar. Men Turkiyadaman. Kasal banisada telefonni ololmay qolgan. Ukamga ham chiqish olmaganligi uchun u shunaqa zo'r gapirib, uddaburonlik bilan hamma klientlardan pul yig'gan. Endi 40-50 ming dollar yig'ib, hamma narsani hujjatlarni yoqib, kompyuterni ham hard diskini kuydirib yuborib, bir kunda yo'q qo'y. Xullas, ertasi kuni uyga telefon qilamiz-yu, inniniga ish to'xtayapti-da, sotuv, bola yo'q. Keyin uni qidiruvga tushdik, harakat qildik, bordik, qaradik. Keyin bilsak, u g'irt o'zi, onasi ham, otasi ham o'g'ri, otasi alkash, onasi ham o'zi shunaqa ko'p o'g'riliklar qilgan, magazinda ishlaganda ham o'sha magazindan uxlatib ketgan, haromiya bo'sgan bola ekanda. Haromiya bo'sgan odam endi haromi bo'ladi-da, to'g'rimi? Badaniga harom go'shtlar paydo qilgan bo'ladi, hujayralari haromlashib ketgan bo'ladi, chunki u haromdan topgan pulni yegan bo'ladi. Shu bola keyin shu uchastka qurish uchun shu pulni ishlatibdi deb eshitdik. Keyin uchastkasi ham qurilolmagan, uy yonib ketgan. Keyin yaqinda bir eshitdim shu bolaning tarixi nima bo'lganini. Bitta qanaqangidir fondda 2 yil oldin Damas haydab, shu ularning Damasini shopir bo'lib yurgan ekan. U 50-60 ming dollar normalniy pul-ku masalan. Uni nima qildi men tushunmadim. Hech kimga ko'p e'tibor qilib ko'tarib olish kerak emas. Masofa saqlash kerak xodimlar bilan. Va o'sha normada yaxshilik qilish kerak. Va hammaga bir xil yaxshilik qilish kerak. Kimgadir ko'p, kimgadir kam qilish kerak emas. Va eng muhimi insonlarning dindorligiga aldanmaydi. Insonlar o'zini dindor qilib ko'rsataveradi. Lekin aslida dindormi yo'qmi uni bila olmaysiz. Ishonch masalasini
aytdingiz. Hayotda eng ko'p kimga ishonasiz? Ishonch masalasida. Hayotda eng ko'p Ko'p kimga va nima uchun? O'zi ishonch bu nima desa bo'ladi, psixologik holatda ishonayotganingizda u odamni psixologiyasidan kelib chiqib ishonish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, qarindoshlarimni yoki sinfdoshlarimni, kursdoshlarimni, yaqinlarimni ishga olsam, ularga ishonsam bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Aslida qarindoshga ham ishonish bo'ladigan qarindoshlar bo'ladi va ishon bo'lmaydigan insonlar bo'ladi. Begonalardan ham ishonsa bo'ladigan insonlar bo'ladi va ishonsa bo'lmaydigan insonlar bo'ladi. Nima uchun ko'proq yaqinlarga ishonamiz? Chunki ularni katta aldab ketishini bilamiz. Ili taxmin qila olamiz. Begona odamni taxmin qila olmaysiz. Shuning uchun men taxmin qila oladigan insonlarimga ishonaman. Lekin psixologiyada ko'p yillar o'rganganligim uchun insonlarni ajrataman. Bu insonga qanchalik ishonsa bo'ladi, qancha ishonsa bo'lmaydi, uni protsentini chiqarib, shunchalik ishonishga harakat qilaman. Buni ilmi bor. Buni o'sha podsoznaniya ilmi deyiladi. Ong osti ilmi, o'shani o'rgansangiz, inson ong ostiga yoki ongsizligiga, chuqur ichiga kira olsangiz, uni bemalol ishonish mumkin yoki mumkin emasligini chiqara olasiz. Men hayotim davomida shunaqa xodimlar ishlatdim. Bir rus insonni ishlatganmiz. Bizda 3 yilmi ishladi. Bir tiyinga xiyonat qilmagan, kassada o'tirgan. Bir tiyinga xiyonat qilmagan. Yoki bir g'irt o'sha nima, yoki masalan, umuman dindor bo'lmagan, spirtli ichimliklar ichadigan bir insonni ham ishlatganmiz. Shu inson ham hech qachon xiyonat qilmagan yoki biz ishonmaganmiz. Lekin shu oyligini olgan, doim oyligim kam degan ko'tarib berganmiz va ko'tarib bergan paytimizda sabr qilib ishlagan va hech qachon xiyonat qilmagan. Lekin eng dindor, eng o'zini dindor ko'rsatadigan bolalar, o'shalardan qo'rqish kerak. O'shalar eng ko'p sotib ketgan. Shuning uchun men o'zini dindor ko'rsatadigan insonlardan ehtiyot bo'laman. Ya'ni dinini Xudoga ko'rsatgin deyman, menga emas. Sen dindorliging Xudo bilan o'rinda bo'lsin. Men bilan munosabatingda sen halolligingni ko'rsatib bergin. Odobingni, axloqingni, go'zal axloqingni ko'rsatib bergin deb shunaqa talablar qo'yaman. Eng ko'p ishonadigan insonlarim tabiatan shu o'ziga halol insonlar. Shunaqa insonlar bor, o'zi pok inson. Bular mana oldingi davrda ham Sovet ittifoqi paytida kommunist bo'lishgan. Bizda chestniy pora olmaydiganlarni kommunist deyishardi. Mana shunaqa insonlarga ishonish kerak. Chestniy odam. Bular qanaqa bo'ladi? Bular hech qachon sizga paxta qo'ymaydi. Hech qachon paxta qo'ymaydi. Va bular gordiy bo'ladi. O'ziga nima deydi, g'ururli bo'ladi. Uncha-munchaga bo'yin egmaydi. Va siz nohaq bo'lsangiz, sizga qarshi ketadi. Qo'rqmasdan sizni tanqid qiladi. Mana shunaqa insonlarga ishonish kerak. Aziz do'stlar, ushbu videoni mana shunaqa insonlarga, ya'ni chestniy bo'lib turib, haq gapni yuzga yetadigan, lekin bir tiyingizga xiyonat qilmaydigan insonlarga yuborib qo'yamiz. Puli ko'p odamga har xil taklif bilan kelishadi. Siz qaysi taklifga o'ylamasdan yo'q deb javob berasiz? Ikkita taklifga har doim sraz yo'q deb yuboraman. Birinchisi, o'zini sohasi emasda, mashi tushunmaydigan sohasini menga olib kelib ideya deb aytsa, sirazi o'sha to'xtatib haydab yuboraman. Ekspert emas. Ya'ni shu sohani tushunmaydi, ideya qattiqdir eshitib qolgan, kimdir qilib kuchayib ketayotgan, kelib turib mashina qilmoqchiman, pul tiking desa, sirazi haydab yuboraman. Ikkinchisi, katta foyda, ya'ni 10 baravar, 20 baravar katta foyda qilaman deb shunaqa loyiha deb olib kelsa, ishonmayman unga, sirazi haydab yuboraman. Sayohatlar haqida gaplashaylik. Hayotda qaysi sayohatingiz burilish yasagan sizga? Turkiyaga birinchi marta borganimda hayotimda burilish yasagan. Ikkinchisi o'sha Xitoyga borib, deport bo'lishimga sal qolib, shu vizam o'tib ketganligi uchun Rossiyaga birinchi marta borganim ham hayotimda burilish nuqtasi yasagan. Aytib bering endi. Tez kunlarda video chiqardim, shu haqida gapirib berdim, taassurotlarimni. Nima uchun Turkiyaga birinchi marta, o'z umrimda birinchi marta sayohatga chiqqanimda meni hayotim o'zgarib ketgan. Tubdan o'zgarib ketgan. Va qaytib kelganimda u Anvar emas edim. New Anvar edim. New Anvar. Yoshlar orasida Anvar aka survorish degan termin bor. Nimaligini bilsangiz kerak. Yo'q. Maktab yoshidagi bolalar, institut yoshidagi bolalar, endi uylangan bolalar, hali uylanmagan bolalar chet elga ketib borsam, Amerikaga ketib borsam, ishim yaxshi bo'lib ketadi. Survorish bu ruscha qilib aytganda resheniyami yoki resheniya emasmi?
survorish bu to'g'ri yechimmi yo'qmi? Ko'pchilik yoshlar hozir O'zbekistonda ishlasa ish bo'lmaydi. Hamma bizneslarni ham kattalar egallab olgan. O'zbekistonda yangi bir ish qilib kuchayib ketishga kelajak yo'q deb o'ylaydi. Bu fikrga qo'shilmayman. Любой joyda kuchayish uchun imkoniyat bor va любой joyda ish qilolmaslik uchun imkoniyat bor. Ya'ni Amerikaga surib borsangiz ham, ili Angliyaga, ili Yevropaga, Rossiyaga borsangiz ham kuchayib ketishingiz ham mumkin. Kuchaymasdan umrbod mardikor bo'lib ishlab yurishingiz ham mumkin. Yoki Amerikaga borib umrbod shopir bo'lib, o'sha o'zingizga prostatit orttirib olib, gemoroy orttirib olib, faqat mashina haydab yurishingiz mumkin. Qiynalib. Yoki bo'lmasam borib qayerdadir ofisant bo'lib umrbod ishlab yurishingiz mumkin chet elda. Ya'ni chet elga surdim degani bo'ldi, bu kuchayib ketdim degani emas. Endi O'zbekistonga nisbatan chet davlatda imkoniyat ko'proqmi desangiz, Amerikada imkoniyat ko'proq. Ya'ni Amerikaga borsangiz, biznes qilish uchun va boyish uchun imkoniyat ko'proq. Ya'ni bu narsani rad etib bo'lmaydi. Agar inson ketayotgan davlatdagi til bilsa va birorta sohada mutaxassis bo'lsa, surish kerak bo'ldi. Ya'ni borish kerak, o'sha yerda kuchayib ketish kerak. Boyib ketib, keyin qaytib kelib O'zbekistonga ham nimadir investitsiya qilish kerak. Investitsiya qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin investitsiyasi bo'lsa va u ili O'zbekistonda ota-onasini biznesi bo'lsa, ili birorta biznes yaxshi tushunsa, shu yerda ishlab ham, shu yerda ham kuchayib ketsa bo'ladi. Ya'ni kuchayish uchun Amerika yoki Rossiya yoki Yevropa, Janubiy Koreya bo'lish shart emas. O'zbekistonda ham kuchaysangiz bo'ladi. Lekin O'zbekistonda masalan 10 yilda kuchayotganlar bor, Amerikada 3 yilda o'sha narsaga erishish mumkin. Yoki Angliyada 5 yilda erishish mumkin, Yevropada 7 yilda erishish mumkin. Rossiyada endi bilmayman masalan. Har bitta davlatda o'ziga yarasha kuchayish uchun imkoniyat ko'proq. Nega chet elda ko'proq? Chunki u yerda yolg'iz qolasiz bir. Yerda sayohat qildingiz-ku, yangi odamlar bilan tanishasiz. Svejiy fikrlar keladi, qoningiz yangilanadi va o'tga qarab moslashasiz. Va eng asosiysi o'tda qiyinchilik ko'rasiz. Va mana shu qiyinchilik sizni rivojlantiradi. Qiyinchilik sizni kuchaytiradi. Shu sababli yoshlarga agar chet elga til bilsagina, chet elga ketmoqchi bo'lsa, men ketish kerak deb o'ylayman. Kontr savol, nimaga bizni Angliyaga borib qulupnay terishni mashaqqatiga chidaymiz, Rossiyaga borib stroykadagi mashaqqatga chidaymiz, lekin nega 2-3 yil o'zimizni biznesni yo'lga qo'yvaguncha mashaqqatlarga chidolmaymiz, sabrimiz yetmaydi. Endi ommadan olib qaraganda achinarli holat. Endi achinarli holat deb ham bu holatsiz ham bo'ladi, lekin masalan shu Angliyaga borib yoki Germaniyaga borib qulupnay terish qanchalik to'g'ri desangiz, endi bitta qishloqda yurgan odam bitta qulupnay terganda u nechta pul olyapti va u Germaniya, Angliyaga borganda nechta pul olyapti. Bu aytolman, birinchi o'rinda insonda qorinni g'ami turadi. Bu Maslow piramidasini ham olsangiz, insonning ilk ehtiyoji bu qorin to'yg'izish. Ya'ni inson agar O'zbekistonda qornini to'yg'iza olmayotgan bo'lsa, surish kerak. Sursin bu yerda. Topsin chet elga borib. Agar u qornini to'yg'iza olmayotgan bo'lsa, ketish kerak. Lekin qorni to'q, masalan, oyiga o'sha 500, 600, 700 pul topyapti, amallab oilasi boqyapti. O'sha sohani mutaxassisi bo'lsa, ozgina o'zini ustida ishlasa, shu yerda uni ishi rivojlanib ketadi. Men shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni qorni och odamni biznes qilishini men to'g'ri deb bilmayman. Birorta sohani mutaxassisi bo'lsagina u biznes qilishi mumkin. Ili ilmli, ya'ni sotuvchi bo'lsagina u biznes qilishi mumkin. O'z biznes qilishda ikkita yo'li bor-da. Yo, shu sohani zo'r bilish, mana siz digital marketingni yaxshi bilganingiz uchun shuni rivojlantirib, boyib keta olasiz, biznes qilasiz, kuchayib ketasiz. Chunki bu sohada raqobat kam. Bu sohada masalan boshqa odamlarning biznesini yo'lga qo'yib berasiz, digital marketing, onlayn biznes. Shundan servisdan ko'p pul topib boyishingiz mumkin. Lekin digital marketingni bilmaydigan, qulupnay terishni faqat biladigan odam qanaqa boyishi mumkin? Sizga savol. Bunaqa imkoniyat yo'q-ku odam. O'ylagan odam matematikadan ham 5 ola oladi, geografiyadan ham 5 ola oladi. Любой narsani o'rganadi. Alloh insonga любой narsani o'rganish qobiliyatini berib qo'ygan. Lekin ochirib olish kerak va o'zini kuchli tarafini topib olish kerak. Mana shu narsani qilish uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Hayotingizda sizni o'zgartira oladigan odamni topib olishingiz kerak. Sizga o'sha odam ta'sir qilib, sizni o'zgartirib yuborsin va siz o'zgaring. Keyin siz o'zgarib, duh olib, yangi narsa qilib tashlaysiz. Duh masalasida Anvar akani duhlarini o'chog'iga qanaqa o'tinlar tashab turiladi? Nimadan kuch olasiz mana shu duhni yengilab borishga? Duhni yengilab borishga o'zi
o'rtacha olganda asosan yon atrofimdan olaman. Misol uchun o'sha 5 yoshli farzandimdan, o'sha farzandlarimdan do'q olaman. Ular bilan gaplashib, maza qilaman. Ikkinchisi ustozlarimdan do'q olaman. Va yaqinda, mana oldingi yili yoz oyida, iyun, may oylarida yangi bir inson bilan tanishdim va o'sha insonni o'zimga ustoz qilib oldim. O'sha yangi ustozim miyamni yana yangi ochilishiga sababchi bo'ldi. Kimligini bilsak bo'ladimi? Yo'q, hozircha u sir, chunki bu inson buni aytishimga ruxsat bermadilar. Xufiyona ustoz. Xufiyona ustoz. Yo'q, xufiyona men uchun xufiyona emas, u kishi ommaga chiqishni yoqtirmaydigan inson. O'zi biznesmenlarda shunaqa akalari bo'ladi yoki tanishlari bo'ladi. Biznesida muammosi, problemasi bo'lsa, hamma ishini yig'ishtirishadi, o'sha odamning oldiga borib maslahat olishadi. To'g'ri, lekin puliz uje multimillioner bo'lib ketganingizdan keyin unaqa biznesdagi muammolar bilan siz o'ralashmaysiz. Va biznesdagi muammoga chiqib ketadi odam. Biznesdagi muammoga sizga ustoz kerak emas yechish uchun. Uni to'g'ri sistema qurasiz, konsultantlar orqali biznes o'zi yechib ketaveradi. Chunki menda avtomatlashtirilgan, biznesim tizimli. Umuman biznesimga aralashmayman. Faqat strategiyasiga aralashaman. Mani ustozim menga nega kerak? Men patologimga yetib kelgan edim. Va patologimni yorishim kerak edi. Men endi keyingi bosqichga 100 millionga, 500 millionga, milliardga qarab yo'l olishim kerak edi. Chunki 10 mingta ishchi o'rni yaratish uchun 1 milliard pul kerak. Va o'sha milliard pulni qanaqa qilaman deb shu qidirib yurgan edim. Shu yaxshi bir ustoz topdim. Shu milliarder. Endi milliarder bo'lmasalar ham milliardga yaqin pullari. Mendan boy xullas kalom 50 tagandan oshuv bizneslari bor. Butun dunyoda biznes yo'lga qo'yib qo'ygan inson, yoshi ham katta mendan. Tashti adamlar tengi. Shu inson meni gaplashgandan keyin meni o'zgartirib yubordilar. Menga vazifa berdilar. Bu yil yozda dedilar. Sen borasan, toqqa chiqasan, nima qilasan deb. O'sha yozilgan vazifalarni borib qildim. Aytgan ishlarimni bajardim. Shundan keyin hayotim o'zgarib ketdi. Birinchi shartlari shu bo'ldiki, bundan buyoniga xufton namozini o'qib bo'ldingmi? Yarim soat ichida uxlagan edi. Uyqu. Uyqum kelmasa-chi desam, o'sha musiqa yoki diniy o'sha ilohiylarni, yaxshi diniy muzikalarni qo'yib olganda, ashulalarni qo'yib past ovozda yoki skripka yoki nay eshitib uxlagandi. Yordam berdimi? Yordam berdi. Bu birinchisi, ya'ni vohli uxlagandir. Shu narsani qilsang, keyin hayoting ochiladi. Keyin o'sha ora-orada bir oyda bir marta va bir yilda 2 marta qiladigan vazifa berdilar. O'sha bittasini qildim, ikkinchisini mana endi qilaman. Mana shu ikkita vazifa meni o'zgartirdi. Ayniqsa o'sha yozda ustozim aytganlarini qilib borib, o'sha o'zim o'rmonda, tog'da ular aytgan mashqlarni qilgandan keyin men miyam ochilib ketdi. Va men vaziyatga boshqacha qaray boshladim. Qaytib kelganimdan keyin kompaniyalarimni, bizneslarimga boshqacha ko'z bilan qarab, ularni keskin o'zgartirishni boshladim. Va mana shu natijasida hozir mana 6 oydan oshib qolgan bo'lsa, sentyabrda o'zgartirishni boshladik. Avgustdan o'zgartirishni boshladim kompaniyam, 6 oy bo'lyapti. 6 oy ichida kompaniyalar juda keskin o'zgarib ketdi. Faqat o'sishga qarab ketyapmiz. Barakasini va omadini bersin deb tilab qolamiz. Keyingi savol: siz kimgadir ustozsiz, kimgadir otasiz, kimgadir akasiz yoki ukasiz, kimgadir o'g'ilsiz. Bizning auditoriyamizning ko'p qismi 14, 15, 16, 17, 20 yoshgacha bo'lgan, 50% qismi bolalar. Endi bitta holat bo'ldi Anvar aka. Video ko'rib qoldim, bitta qovus ichidagi millioner aytayapti: "Men $1 million topishimga maktabda o'qigan bitta ham narsa kerak bo'lmadi." Ya'ni maktabda o'qimasdan ham, bazaviy bilimni olmasdan ham pul topsa bo'lar ekan, boyisa bo'lar ekan. Keyin men kontur video chiqardim shunga. Sizni haqqingiz yo'q 14-15 yoshli bolalarni miyasini ota-onasi pul tikayotganda, ota-onasi unga umid qo'yayotganda maktabda o'qimasa bo'lar ekan degan fikr bilan o'rnashtirishga. Keyin kommentariya ikkita jang maydoniga aylandi. Bittasi Amir Temur, bittasi Boyazid. Endi sizni fikringiz maktab ta'limi haqida qanaqa? Maktabda qaysi fanlarni o'qish kerak? Maktabda umuman mana shu o'qimasdan yursam bo'ladi, baribir boyib ketaman, hozir kurslar chiqib ketdi, SMM o'qib olaman, uni o'qib olaman, buni o'qib olaman deb yurgan bolalarga qanaqa gaplaringiz bor? To'g'risini aytganda, endi maktab emas, institutda o'qish hammaga ham shart emas deb o'ylayman. Chunki institutda o'qish uchun o'qishga qiziqadigan bolalar o'qish kerak. Hattoki litseyda ham o'qishga qiziqadigan, o'sha kitobni sevadigan odamlar o'qish kerak. Oddiy odamlar o'qish kerak emasmi degan savolga, agar uni qobiliyati o'sha IQ bilan, ilm bilan bog'liq bo'lmasa, u yaxshi o'qishi shart emas. Maktabga bormaslik degani qanaqa bu ma'noda? Endi o'zi qadimda bilsangiz,
odamlar u maktabga unaqa 15 yoshigacha borib o'tirmagan, balog'at yoshigacha shu borib ilm olgan, ilm olganlar olgan, olmaganlar hunar o'rgangan. Endi meni fikrim, masalan Germaniyada ham maktablar 3-4 xilga bo'linadi. Hunar maktablari bor. U yerda darslar 20% почти yo'q. Juda soddalashtirib o'rgatadi. 80% hunar o'rgatadi. Ya'ni qobiliyati hunarga mo'ljallangan insonlarni hunarga o'rgatish kerak. Ularga ilm beraman deb majburlab maktabga olib borish xato. Nega? Chunki siz maktabda ularni shu 15-16 yoshli bolalarni maktabda olib o'tirsangiz, shu 10-11-sinf bolalarga shart emas o'qish. Kommunizm paytida ham dashi 9-sinfdan keyin, adashma 8-sinfdan keyin o'qitmasdi. 8 yildan keyin bolalarni texnikumlarga berib, texnikumda hunar o'rgatib, ishga joylashar. To'g'ri, bu insonlarni qullikka olib kelishi ham mumkin deb o'ylashgan bir xilli, lekin men qisman qo'shilaman shunga. Nega? Chunki hunarga qobiliyati bor odamni siz majburlab kitob o'qitsangiz, o'qimaydi baribir. Vaqti bekor ketadi. 2 yil maktabga bekorga borib keladi. Qaytanga dangasa, ish yoqmas, o'yin qaro, kompyuter o'ynaydigan yoki narkotik chakadigan, Xbet o'ynaydigan, g'irt yaramas bolaga aylanadi. Undan ko'ra bolani o'qishga qobiliyati yo'qmi, hunarga berib yuborish kerak. Sportga qiziqyaptimi, sportga berib yuborish kerak. San'atga qiziqyaptimi, san'atga berib yuborish kerak. Hamma bizneslar ham muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Siz o'zingizni opitingizdan kelib chiqib oladigan bo'lsangiz, qaysi biznesingiz muvaffaqiyatsizlikka uchragan va nimaga? 3-4 ta bizneslarim muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Nega desangiz, o'zim tushunmagan sohamga boshqa tushunadigan deb o'ylagan bitta bolamni gapiga kirib, shu biznesga pul tikkanim hammasi qolib ketgan. Bitta IT loyihachi bola kelgan, loyihani tayyor dedi. O'sha MVP dan o'tib bo'lgan dedi. Mana ishlaydi dedi. Taxminan shu 15-20 ming, 30 ming pul tiksangiz yurib ketadi dedi. Endi komandasi bilan tanishtirdi, ko'rdim. Yoqdi loyiha menga. Bola ham chestniy bo'lib tuyuldi. Haqiqatda chestniy bola, meni uxlatmadi. Lekin birovni ekspertligiga ishonib biznes qilish kerak emas. Mana o'sha bola bilan qilgan biznesimiz zavolga uchradi, bankrot bo'ldi. 30 mingga yaqin pul tikdim, hammasi kuyib ketdi. Chunki programma xato qilingan ekan. Biz uni yo'lga qo'yganimizdan keyin pul sarflab, reklama qildik, marketing qildik, sotuvchilar yolladik, agentlar yolladik. Uni hamma magazinlarga qo'yishni boshladik. Endi qo'yib nima qilganimizda bu programma talabga javob bermasligi kelib chiqdi. Keyin bu bolalar boshqatdan 3 oy yangi programma yozishdi. Men oyligini to'ladim. 3 oydan keyin u programmani olib borib yana o'rnatishga kelganda, keyin o'sha klientlar yo'qotdik, hafsalasi pir bo'lib ketib qoldi endi sotuvchilar. Yangi sotuv komandasi yig'dik, programmada baglar berib yubordi. Xullas keyin qo'ydim bu ishni, men tushunmagan shimda. Bola ham rasvo qildimi? Hafsalam pir bo'ldi eshittirib. Ya'ni o'zim qilmagan, o'zim tushunmaydigan biznesga pul tikkanimda, o'sha biznes hammasi dabdalasi chiqib ketgan. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, o'zingizlar tushunmaydigan, birov sizlarga men zo'rman deb kelgan odamga ishonib biznes ochmaydi. Shunaqa deb kelgan bolani tekshiringlar. Boshqa shu sohadagi tanishlaringlarni topib, kamida 3 ta odam bilan mana shu biznesni tekshirtiringlar. Qo'rqmanglar, bu ular ideyani olib ketib qoladi. Tekshirtiringlar, sog'lom bo'lsagina bu ideya keyin qilinglar. Obunachilardan kelgan savol. O'zbekistonda yaqin 5-10 yil ichida nimaga pul tikish kerak yoki qanaqa sohalarni o'rganish kerak? Top 3tasi. Top 3tasi. Birinchisi, sun'iy ong bilan bog'liq bizneslarni rivojlantirish kerak. Umuman sun'iy ongni har qanaqa biznesga qanaqa integratsiya qilishni o'rgatadigan bizneslar bor. Ya'ni sun'iy ongni o'zingiz biznesingizga integratsiya qilish ilmi bor. AI integration. Mana shu Artificial intelligence. Artificial intelligence qanaqa integratsiya qilishni o'rgatadigan servislar bor. Shu sohani o'rganish kerak. Shu sohaga pul tiksangiz 5 yilda nomer 1 bo'lasiz, millioner bo'lib ketasiz. Ikkinchisi, sun'iy oziq-ovqat yetishtirish. Sun'iy oziq-ovqat yetishtirish. Sun'iy, masalan, neftdan yoki arzon, masalan, kalsiydan, har xil o'sha. Shunda halol bo'ladimi? Oziq-ovqat sun'iy yetishtirilgan bo'lsa, cho'chqa bo'lmasa, halol bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu halol haromligi u meni muammoim emas. Bu domlalarga so'raydi u. Halol bo'lsa qiladi. Hammasi ham harom bo'lmaydi. Masalan, daraxt po'sti, to'g'ri? Yoki daraxt bay, masalan, ular axlatku. To'kiladi daraxt, to'g'rimi? Yerga uvol bo'lib ketadi. Shular masalan yig'ib olib, baylarni, cho'plarni yig'ib olib, abrobotga qilib, shulardan oziq-ovqat chiqara olasiz. Masalan, daraxt baylaridan protein ishlab chiqarsiz. Protein bu ovqat, to'g'rimi? To'g'ri. Parashok shuni olib yesangiz, qorningiz to'yadi. Shu bilan energiya olib yura olsangiz va u endi domlalardan so'rash kerak, halolmi yo'qmi degan. Menimcha daraxt harom emas-ku, cho'chqa emas u, to'g'rimi? Harom emas u. Kayf bermaydi sizga.
Agar shunaqa yetishtira olsangiz, siz milliarder bo'lib ketasiz. Chunki sun'iy oziq-ovqat yetishtirgan insonlar bundan buyog'iga milliarder bo'lib ketadi. Uchinchisi, Hozir mana Amerikaga Tramp keldi. Tramp endi 4 yil prezident bo'ladi. Kim Amerikada ishlab chiqarish yo'lga qo'ysa, kichik va o'rta ishlab chiqarish, katta biznes emas. Shu ishlab chiqarishi katta foyda qiladi. Nega? Chunki Amerika hozir Meksikaga, Kanadaga katta rastamoshka qo'yib qo'ydi. Xitoy rastamoshkasini yana oshirdi. Yevropaga rastamoshka qilib qo'ydi. Ya'ni endi Amerikaning ichida ishlab chiqarish qilgan odamlar faqat boyib ketadi. Uchinchisi deb aytaylik. sun'iy intellekt, man Hasan aka bilan bo'lgan muloqotingizda aytgan ekansiz, men 1 yil digital marketingga o'rgandim, o'zimni bizneslarim uchun. Va hozirgi 1 yil ichida sun'iy intellektni o'rganyapman. Katta ustozlardan. Shu masalada qanaqa insightlar oldingiz o'zingizga? Digital marketing va sun'iy intellektda. Digital marketingni o'rganganimdan keyin o'sha tasavvurim kengayib ketdi. Oldin masalan xodimlarim ustoz call to action bering deyishardi. Jonga tegdilaringni, to'g'ri gapim yozib olalaring bo'ldi derdim. Shu 1,5-2 yil oldin. Keyin shu call to action nimaligini tushunib oldim. Umuman Instagram, Reels, Storieslar qoidalarini tushunib olgandan keyin o'zim tushunib, xohlab shunaqa qilishni boshladim. Va bu videolarimni prosmotrlarini juda ko'tarib oldi. Storieslarim 80 ming, 100 ming ko'rilyapti. Digital marketingda shu o'sdi. Keyin kompaniyalarim bilan onlayn bizneslarim bor. Shulardagi qilayotgan xatolarimizni o'zim tushundim. Va o'sha ko'rdim va xatolarimni tuzatishni boshladim kompaniyalik. Chunki onlayn biznes yangi boshlaganim uchun u yerda o'zim qilyapman. Yangi qo'ygan xodimlarim bari men kutganda yurg'izmayapti. Hozir MVP qilib yurg'izyapmiz. Sun'iy ongi ilmini hali ham o'rganyapman. Hozir ham kursda o'qiyapman, hali tugamadi. Oldin masalan marketing bo'yicha men marketing xodimim bo'lardim, unga oylik to'lardim, outsource. Palon pul olardi. Hozir o'sha narsa yo'q. Men o'zim sun'iy ongdagi bir nechta AI toolslar bor, marketing AI tools, shular bilan o'rganib oldim va shularga yozib, ulardan maslahatini olib, hammasini to'g'ridan to'g'ri qo'llab kelyapman. Va to'g'risini aytganimda, oldingi marketologimdan ham ko'ra bular zo'rroq fikrlar berishyapti. Hatto o'ylab qoldim, oldingi marketologim shu AI sun'iy ongdan so'rab yozib olib kelib bermayotganmikan menga degan shundan paydo bo'lib qoldi. Umuman bundan buyoniga marketologlarga ehtiyoj ozgina kamayadi, agar hamma sun'iy ongli marketing ishlatishni o'rgansa. Hamma ham ishlatishni o'rganib oladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Nimasi shu sun'iy ongda menga bitta savol berishdi. Отдел продажи o'rniga sun'iy ong qo'ysak qanaqa bo'ladi deb. Meni fikrim bo'yicha, endi biz ozmi ko'pmi tajribaga egamiz, lekin sizchalik emas. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim, o'zimni biznesimni qo'llamoqchiman, ya'ni отдел продажи sun'iy ong replace qila oladimi yoki yo'q? Biz hozir shuni ustida ish olib boryapmiz. Hozir kompaniyamga tez kunlarda sun'iy ong o'rnatamiz va sotuvchi bo'limimizning xodimlari kamayib ketadi. Keskin kamayib ketadi. Endi sun'iy ong filtr qilib berish uchun kerak-da. U sotib berish uchun emas, ya'ni oxirgi sotuvni qila olmaydi. Oxirgi sotuvni qila oladigan sun'iy ong juda qimmat bo'ladi. Unga $1 million pul tikish kerak bo'ladi. Biz hozir xohlayotgan narsamiz o'sha kamroq pul tikib, lekin sun'iy filtr qilib bersin. Birinchi murojaatlarga javob berib, o'sha biz xohlayotgan mijozlarni yig'ib, bizga varonka qilib tashlab bersin qozonga. Va u qozondan keyin bizning sotuvchilarimiz sotsin. Bo'lmasa ularning vaqti bekor ketib qoladi-da. Bilasizku, sotuv продажda behuda ketgan vaqt qimmat turadi. Ya'ni lead aytamiz biz, anaqa toza lead, keyin kerak emas lead deymiz. Kerak emas leadni tozalab, toza lead qilib berishga sun'iy ong rol o'ynaydi. Lekin sotuvchilar hech qachon tugamaydi. Ya'ni sotuvchilarga talab hech qachon tugamaydi. Zo'r sotuvchilar har doim qimmat turadi. Chunki sun'iy ong qanchalik rivojlansa ham eng zo'r sotuvchining o'rnini bosa olmaydi. Oxirgi klassik savol. Agar Anvar aka Abduqayyum biznesmen bo'lmaganlarida nima ish bilan shug'ullanardilar? Agar Anvar Abduqayyum biznesmen bo'lmaganida din olimi bo'lgan bo'lardi. Endi men o'zi niyatim bo'lgan, o'sha institut tugatganimda Mahat degan diniy oliy instituti bor. Chetga topshirmoqchi bo'lganman va Islom universitetiga topshirmoqchi bo'lganman. Men litseyda o'qiganman, Islom litseyida. Xullas topshirmoqchi bo'lganman, keyin tanlaganman qaysi biriga topshirsam ekan.
Shu yerda keyin 100 ta odam bilan maslahatlashganman. Bilasiz, sunnat bu amali. Dinda ham shu maslahatlashgan deyishgan. Keyin ular sani qobiliyating javvol insonsan, ulug' insonsan. Gapirish yaxshi ko'rasan. Endi sen din olimi bo'lsang, din olimi sakinatli, sokin bo'lishi kerak. Din olimlari sekin, shoshmay gapirishi kerak, o'ylab gapirishi kerak. Ular ko'p kitob o'qish kerak. Sen kitob o'qiganingda ozgina tez zerikib qolasan deb meni ko'proq shu senga biznesga tortasan deb biznesga yo'naltirishdi. Anvar aka, bergan javoblaringiz uchun katta rahmat. Auditoriyaga o'zingizni tilingizda gaplar bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Auditoriyaga tavsiyalarim endi siz menimcha asosan yoshda kuzatsa kerak. 15 yoshdan 30 yoshgacha. O'sha yoshlarda baribir mendan kichkina. Xullas, yoshlarga tavsiyalarim, siz auditoriyangizga tavsiyalarim. Bundan buyoniga digital marketing, onlayn bizneslar kuchayib boraveradi. Bu sohani puxta o'rganinglar. Bu sohani biznesingizga integratsiya qilinglar, ya'ni biznesingizda qo'llaylar. Buni qo'llash uchun o'zingizlar ham ozgina bo'lsa ham paniyatiga ega bo'lishinglar kerak. Shu paniyatiga ega bo'linglar. Men hozir mana 40 dan oshgan insonman, yoshim 40 dan oshib va men haligacha ilm olyapman. Haligacha marketing o'qiyapman, ya'ni zamonaviy digital marketing hali ham o'qiyapman. Yaqinda yana bitta yangi yevropalik insonni kursini sotib oldim. Hozir shuni o'qiyapman va hozir eng asosiysi sun'iy ong bo'yicha amerikalik insonni shu kursida o'qiyapman. Men ham kursida o'qiyman, onlayn. Men ham treninglarga boraman, Yevropaga, Amerikaga borganda doim qatnashaman. Prosta o'zimdan kuchli insonlarni topib, shulardan o'rganaman. Sizlarga tavsiyam duch kelgan odamdan, chiroyli gapiradigan odamdan emas, backgroundi bor insondan, tajribasi bor insondan, hayotda nimalargadir erishgan insonlardan bilim olinglar. Quruq gapiradigan infolotibozlardan bilim olmanglar. Infolotibozlar hayotda sizlarni adashtirib yuboradi. Sizlar katta orzular qo'yib, keyin u orzularga erisha olmay, umidsizlikka tushishinglarga olib kelib qo'yadi. Va hamma shunaqa ekan degan fikrga olib kelib qo'yadi. Mana ko'pchilik biznesmenlar bilan gaplashsangiz, qaysidir infolotibozni kursiga borgan, treningiga borgan yoki internetda eshitib qolgan, keyin borib tanishganda uni yoqtirmaganda, men bordim, hech narsa olmadim deyapti. Hammasi shu bir go'rda deb o'ylayapti. Yo'q, hamma bir go'r emas. Chunki mana yeri turponi ham qazisangiz, ichida tilla bor, brilliant bor, to'g'rimi? Kumush bor, mis bor. Keyin turpoq bor. Turpoq hamma yoqda bor. Dashi go'ng bor, go'ng. To'g'rimi? Go'ng. To'g'ri. Go'ng olib qo'ygan bo'lsangiz, endi hamma turpoq go'ng emas-ku. Guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Lekin tillani siz qidirishingiz kerak. Tillarni va tillani va brilliant qidiringlar. Hatto bu kumush mis topasizlar. Shu tillani brilliant qidirib ilm olishga, izlanishga davom etaversanglar, sizlar baribir shu kumushni ham, misni ham topasizlar, alyuminni ham, vaqti kelganda tillani ham topasizlar. Tillani topgandan keyin boyib ketasizlar. Bu tilla deganimda bilim nazarda tutaman. Sizga bilim, tilla qiymatida bilim bera oladigan, $1,000,000 ideya beradigan ustozlarni topinglar. Rahmat Anvar aka. Sog' bo'ling.